Yo, assalomu alaykum. Hali g'allar oldi. Bunaqasi bo'lmagan. Mana qarang, mana qarang. Mana keling. Mana qarang. Qarang, buni qarang. Do'stlar, buni qarang. Mana qarang. Buni qarang. Endi bunisiga qarang. Olib keling kamerani. Kamerani olib keling. Mana qarang. Ishqalab tashlaymiz, mana qarang. Endi bitta suv teraveramiz. Mana qarang. Mana qarang. Top-toza bo'ladi, qarang. Endi monetlarni shunday oshib olaveramiz. Ketadi. Qarang, devorda hech qanaqa izib boshqasi qolmaydi. 12 yilgacha garantiyasini berishadi. Shu ko'rib turgan, hozir men reklama qilayotgan joy, ya'ni G'allarolda joylashgan ekan. G'allaroldagi bitta akamiz qildirgan ekan bu uyni. Samarqand bolalari xuddi shunaqa G'allarol tumaniga kelib, xuddi shu ishlarni qilayotgan ekan. Ya'ni bitta G'allarol emas, 12 ta viloyat xohlagan tumaniga boradi. Hattoki Esengi davlatlarga ham bemalol chiqib ishlab kela oladi ekan va hozirgi kunda komandasi bilan juda ko'plab joyni bitirib bergan ekan. Endi qolgan ma'lumotlarni, Traverti xizmatlarini o'zidan eshitishimiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi hovlimiz Jizzax viloyatida bitta. Bu hovlimizni kattaligi 200 kvadrat bo'lib, $9 dan rombicha qilib berganmiz. Bu fasonda atigi $1800 ga material, ustav hamma narsasi ichida qilib berganmiz. Bundan tashqari ham fasonlarimiz ko'p, $8 dan $12 gacha bo'ladi. O'zingizga yoqqan fasonni qilib beramiz. 12 davlat bo'yicha ishlaymiz.